Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 35 yoshda. Bo'ylari 162 cm, vaznlari 50 kg. Ikkinchi ro'zg'orga rozi emas, hayotga jiddiy qaraydigan, oila qadriyatlarini ustuvor biladigan, iymonli va sportsevar. Millati o'zbek, oilaviy holati turmush qurmagan, farzandi yo'q. Ma'lumoti filologiya bo'yicha bakalavr, Webster universiteti magistri. Kasbi ta'lim sohasida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri, asli Qashqadaryodan. Kuyov yosh chegarasi 32 yoshdan 40 yoshgacha. Talablar: jiddiy niyatli, oilaparvar, o'qimishli, ichmaydigan, chekmaydigan, ma'naviy va moddiy jihatdan barqaror yigit. Uylanmagan bo'lishi ma'qul. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 25 da, bo'ylari 167 cm, vaznlari 65 kg. Millati o'zbek, turmushga chiqmagan, oliy ma'lumotli, bank sohasida faoliyat yuritadi. Ingliz va rus tillarida ravon gaplasha oladi. Toshkent shahrida yashaydi, asli andijonlik. Kuyov yosh chegarasi 30 yoshgacha. Vodiylik, oliy ma'lumotli va Toshkentda ishlab yashaydigan yigitlar ko'rib chiqiladi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi jiddiy nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 19 yosh, bo'ylari 158 cm, vaznlari 45 kg. Millati tojik, oilaviy holati turmushga chiqmagan, ma'lumoti o'rta, manzili Samarqand shahri. E'lon faqat jiddiy niyatdagilar uchun, masala kattalar orqali hal qilinadi. Samarqand shahri yoki Toshkentda yashaydigan nomzodlar murojaat qilsa ma'qul. Kuyov yosh chegarasi 19 dan 25 yoshgacha. Ajrashganlar bezovta qilmasin. Talablar: jiddiy, mas'uliyatli, uy joyi bor va oila qurishga tayyor inson bo'lishi kerak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod yigitimiz. Yoshlari 26 yosh, bo'ylari 182 cm, vaznlari 90 kg. Millati metis, o'zbek, Eron. Oilaviy holati uylanmagan, ma'lumoti o'rta maxsus, kasbi menejer, firmada faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri. E'lon jiddiy niyat bilan berilgan, oila qurishga tayyor, mas'uliyatli yigit. Kelin yosh chegarasi 18 dan 25 yoshgacha. Talablar: rus tilida erkin gaplasha oladigan, tarbiyali, uy-joy va oila masalasiga jiddiy qaraydigan, turmushga tayyor qiz bo'lishi kerak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 27 yoshda, bo'ylari 180 cm, vaznlari 70 kg. Juda sodda va kamtarin, o'zining shaxsiy biznesiga ega. Millati Eroniy, oilaviy holati avval uylanmagan, ma'lumoti o'rta maxsus, manzili Samarqand shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 22 yoshdan 25 yoshgacha. O'qigan yoki o'qimaganligi muhim emas, asosiysi jiddiy niyat va oila qurishga tayyorlik. Bog'lanish uchun nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 35 yoshda, bo'ylari 162 cm. Vaznlari 50 kg. Ikkinchi ro'zg'orga rozi emas, hayotga jiddiy qaraydigan, oila qadriyatlarini ustuvor biladigan, iymonli va sportsevar. Millati o'zbek, oilaviy holati turmush qurmagan, farzandi yo'q. Ma'lumoti filologiya bo'yicha bakalavr, Webster universiteti magistri. Kasbi ta'lim sohasida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri, asli Qashqadaryodan. Kuyov yosh chegarasi 32 yoshdan 40 yoshgacha. Talablar: jiddiy niyatli, oilaparvar, o'qimishli, ichmaydigan, chekmaydigan, ma'naviy va moddiy jihatdan barqaror yigit. Uylanmagan bo'lishi ma'qul. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 23 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 69 kg. Millati o'zbek, turmushga chiqmagan, oliy ma'lumotli, hozir magistratura talabasi. IELTS C1 sertifikatiga ega. Kasbi menejer. Manzili Toshkent shahri. E'lon faqat Toshkentda yashaydigan, uylanmagan nomzodlar uchun. Ajrashganlar bezovta qilmasin. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 yoshdan 32 yoshgacha. Talab: alohida uy joyi bor, ishi tayin, moliyaviy mustaqil, Allohdan qo'rqadigan, oilani qadrlaydigan, bo'yi baland va jiddiy niyatdagi inson. Iloji bo'lsa, kattalar murojaat qilsin. Nomzod o'zi yozsa 2-3 ta rasm va qisqacha ma'lumot bilan chiqishi so'raladi.
Bog'lanishdan so'ng nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 35 ta, bo'ylari 170 cm, vaznlari 74 kg. Turmushga chiqmagan, tugallanmagan, oliy ma'lumotga ega. O'z qarashlari va shaxsiy fikriga ega, hayotga ongli yondashadi. Millati o'zbek, manzili Qarshi shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 32 yoshdan 42 yoshgacha. Talablar: o'zini hurmat qiladigan, zararli odatlarsiz, aql-farosatli, oliy ma'lumotli, ish joyi va uy joyi tayin, niyati jiddiy bo'lgan inson. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 31 da. Bo'ylari 180 cm, vaznlari 73 kg. Ziyoli va o'qimishli oila farzandi. Ota-onasi uzoq yillardan beri Toshkentda yashaydi. 2 oy yashab, jiddiy sabablarga ko'ra ajrashgan. Ma'lumoti oliy, IT sohasida davlat ishida mas'ul lavozimda faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 30 yoshgacha. Tarbiyali, kamtarin, o'qimishli, baland bo'yli, orasida oilani qadrlaydigan va diyonatli qiz izlanadi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. O'qigan qiz izlagan xolajonlar. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 21 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, asli vodiylik. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Oilaviy holati: turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, pedagog sifatida faoliyat yuritadi. Qo'shimcha ravishda Browmaster yo'nalishida ham ishlaydi. 2 tilni bemalol biladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 yoshgacha. Talablar: bo'yi 175 cm dan baland, dunyoqarashi keng, zamonaviy fikrlaydigan, chet elda yashaydigan nomzod. Uylanmagan bo'lishi afzal. Agar ajrashgan bo'lsa, farzandsiz bo'lishi kerak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Toshkentda yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 28 yoshda, bo'ylari 172 cm, vaznlari 70 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati uylanmagan, ma'lumoti oliy, kasbi tadbirkor. Hozirda Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Jiddiy niyat bilan oila qurish maqsadida e'lon berilgan. Kelin uchun yosh chegarasi 22 yoshdan 25 yoshgacha. Talablar: halol va tarbiyali, oilaparvar, hurmat va sadoqatni qadrlaydigan, oila qurishga tayyor qiz bo'lish kerak. Oilaviy qadriyatlarni biladigan va albatta Toshkent shahridan bo'lishi ma'qul. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. O'qigan qiz izlagan xolajonlar. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 21 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, asli vodiylik. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Oilaviy holati: turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, pedagog sifatida faoliyat yuritadi. Qo'shimcha ravishda Browmaster yo'nalishida ham ishlaydi. 2 tilni bemalol biladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 yoshgacha. Talablar: bo'yi 175 cm dan baland, dunyoqarashi keng, zamonaviy fikrlaydigan, chet elda yashaydigan nomzod. Uylanmagan bo'lishi afzal. Agar ajrashgan bo'lsa, farzandsiz bo'lishi kerak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 24 yoshda. Bo'ylari 163 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, asli toshkentlik. Oilaviy holati: turmush qurmagan. Ma'lumoti oliy, kasbi psixolog va o'qituvchi. Toshkent shahrida yashaydi. E'lon faqat jiddiy niyatdagi, vijdonli va iymonli insonlar uchun. Faqat toshkentlik nomzodlar murojaat qilsin. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 34 yoshgacha. Talablar: ish joyi va daromadi aniq, uy joyi tayin, oilaparvar va mas'uliyatli yigit bo'lishi kerak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 27 yoshda, bo'ylari 160 cm, vaznlari 48 kg. Qad-qomati kelishgan, chiroyli va nazokatli. Millati o'zbek, oilaviy holati: turmushga chiqmagan qiz bola. Ma'lumoti oliy ma'lumotli. Kasbi buxgalter. Manzili Qarshi shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 28 dan 31 yoshgacha. Talablar:
Kelishgan, oliy ma'lumotli, ish joyi tayin, uy joyi va mashinasi bor, o'zini tutgan, tarbiyali yigit bo'lishi kerak. Nomzod ziyoli oiladan bemalol surishtirish mumkin. Faqat jiddiy niyat bilan yozilsin. O'yin yoki aldov maqsadida murojaat qilinmasin. Qarshi shahri yoki Toshkentdan bo'lsa ma'qul. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 22 yoshda, bo'ylari 165 cm, vaznlari 48 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan, ma'lumoti tugallanmagan oliy, kasbi tarjimon, manzili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani. Faqat jiddiy niyatdagi sovchilar murojaat qilsin. Kuyov uchun yosh chegarasi 26 yoshdan 28 yoshgacha. Talablar: Allohni taniydigan, Qur'on o'qiydigan, namozxon, o'qimishli va haqiqiy oila qadriyatlarini biladigan yigit bo'lishi kerak. Chet elda bo'lsa ham mumkin. Samarqand shahridan bo'lsa yanada yaxshi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 25 da, bo'ylari 177 cm, vaznlari 55 kg, millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan, ma'lumoti oliy, hozirda Yoju universitetida 1-kurs, kechki ta'limda o'qiydi, kasbi hamshira, kunduzi oilaviy poliklinikada faoliyat yuritadi, manzili Toshkent shahri Uchtepa tumani, asli buxorolik. Kuyov uchun yosh chegarasi 26 yoshdan 30 yoshgacha. Talablar: Viloyatlik bo'lsa ham Toshkent shahrida yashaydigan, jiddiy va mas'uliyatli nomzod bo'lishi kerak. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 22, bo'ylari 165 cm, vaznlari 45 kg. Asli vodiylik, hozir Toshkent shahrida yashaydi. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Hozirda universitetning oxirgi kursida tahsil olmoqda. Kasbi jurnalist. Kuyov uchun yosh chegarasi 24 yoshdan 27 yoshgacha. Talablar: Allohni taniydigan, oliy ma'lumotli, o'z sohasida ishlaydigan va oilani qadrlaydigan inson bo'lishi kerak. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Rossiyada yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 26, bo'ylari 166 cm, vaznlari 65 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, 1 oy turmush qilgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti oliy, kasbi vrach. Hozirda Sankt-Peterburgda istiqomat qiladi. Asli namanganlik. Kuyov uchun yosh chegarasi 26 yoshdan 35 yoshgacha. Talablar: ichmaydigan, chekmaydigan, Allohni tanigan, oliy ma'lumotli va hayotni tushunadigan inson bo'lishi kerak. Mos va jiddiy nomzod chiqsa, O'zbekistonga qaytishga tayyor. Faqat kattalar orqali gaplashiladi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 31 da, bo'ylari 160 cm, vaznlari 52 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, 6 yoshli qizi bor. Ma'lumoti oliy, O'zbekiston Milliy universiteti iqtisod yo'nalishi bitiruvchisi, kasbi iqtisodchi. Toshkent shahrida, asli toshkentlik. Ikkinchi ro'zg'orga so'ralmasin, masala ota-onasi orqali hal qilinadi. Kuyov uchun talablar: oliy ma'lumotli, ziyoli, mas'uliyatli, odobli va jiddiy inson bo'lishi kerak. Faqat Toshkent shahridan bo'lgan nomzodlar murojaat qilsin. Viloyatlilar, shuningdek bekorchilikdan yoki hazil maqsadida yozadiganlar bezovta qilmasin. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Tug'ilgan yili 2001, bo'ylari 168 cm, vaznlari 58 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan, ma'lumoti o'rta. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi, asli andijonlik. Kuyov uchun yosh chegarasi 29 yoshgacha. Talablar: ibodatli, hayotda o'z o'rnini topgan, mas'uliyatli va faqat Toshkentda yashaydigan nomzod bo'lishi kerak. Ajrashganlar bezovta qilmasin. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin.
Aziz xolajonlar, har kuni kanalimizda 10 ga yaqin jiddiy kelin va kuyov nomzodlarni sizlar uchun tanishtirib boramiz. Vaqtni kutib o'tirmang, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq havola orqali kanalimizga obuna bo'ling va o'zingizga munosib insonni topish sari bir qadam tashlang. Kuyovlikka jiddiy nomzod erkak, yoshlari 47 da, bo'ylari 185 cm, vaznlari 75 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan. Bir nafar o'g'li bor va o'zi bilan yashaydi. Ma'lumoti oliy, hozirda Norvegiyada, Yevropa davlatida qonuniy yashab ishlaydi. Kelin uchun yosh chegarasi 28 dan 35 yoshgacha. Talablar: uyim joyim deydigan, oilaviy hayotga tayyor, hazil mutoyibani tushunadigan, jiddiy niyatli ayol bo'lishi kerak. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod, yoshlari 25 da, bo'ylari 173 cm, vaznlari 68 dan 70 kg ga qadar. Asli Qashqadaryolik, Toshkentda tug'ilgan va shu yerda ulg'aygan. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, ish joyi Yangi kun loyihasida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani. Kuyov yosh chegarasi 26 dan 32 yoshgacha. Ishi va uy joyi bor, mas'uliyatli nomzodlar ko'rib chiqiladi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 41 da, bo'ylari 175 cm, vaznlari 65 kg. Yoshiga nisbatan yosh ko'rinadi. O'qimishli, maqsadli va og'ir bosiq inson. Ichkilik va chekishdan yiroq ibodatda. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan. Farzandi onasi bilan yashaydi. Ma'lumoti oliy, magistratura. Kasbi davlat ishida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri Yakkasaroy tumani. Kelin yosh chegarasi 28 dan 36 yoshgacha. Faqat Toshkent shahri uchun viloyatliklar bezovta qilinmasin. Turmush qurmagan yoki ajrashgan bo'lsa ham farzandsiz bo'lishi ma'qul. Oila qadriyatlarini biladigan, ro'zg'or mas'uliyatini tushunadigan, kamtar va sabrli bo'lishi muhim. Dunyo havasiga berilmagan, boriga shukr qiladigan, o'qimishli va farosatli nomzod izlanadi. Namodli bo'lsa, nur ustiga nur. Rasmsiz murojaat qilinmasin. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 41 da, bo'ylari 175 cm, vaznlari 65 kg. Yoshiga nisbatan yosh ko'rinadi. O'qimishli, maqsadli va og'ir bosiq inson. Ichkilik va chekishdan yiroq ibodatda. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan. Farzandi onasi bilan yashaydi. Ma'lumoti oliy, magistratura. Kasbi davlat ishida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri Yakkasaroy tumani. Kelin yosh chegarasi 28 dan 36 yoshgacha. Faqat Toshkent shahri uchun viloyatliklar bezovta qilinmasin. Turmush qurmagan yoki ajrashgan bo'lsa ham farzandsiz bo'lishi ma'qul. Oila qadriyatlarini biladigan, ro'zg'or mas'uliyatini tushunadigan, kamtar va sabrli bo'lishi muhim. Dunyo havasiga berilmagan, boriga shukr qiladigan, o'qimishli va farosatli nomzod izlanadi. Namodli bo'lsa, nur ustiga nur. Rasmsiz murojaat qilinmasin. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod, yoshlari 34 da, bo'ylari 176 cm, vaznlari 73 kg. Millati: onasi metistka, otasi turk, oilaviy holati beva. Bir nafar o'g'li bor, 11 yoshda. Ma'lumoti o'rta, kasbi buxgalter va farmatsevt. Manzili Toshkent shahri Mirobod tumani. E'lon: jiddiy oila qurish niyatida berilgan. Faqat toshkentlik nomzodlar murojaat qilsin. Kuyov yosh chegarasi 35 dan 40 yoshgacha. Iymonli, vijdonli, oilani hurmat qiladigan, yaxshi yomon kunida yonida turadigan, xiyonatsiz va mas'uliyatli inson izlanadi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod, yoshlari 21 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, iqtisodchi va logoped mutaxassis. Manzili Toshkent shahri. Eslatma: faqat Toshkentda yashaydigan nomzodlar murojaat qilsin. Viloyatlik bo'lsa ham Toshkentda doimiy yashaydigan bo'lishi shart. Kuyov yosh chegarasi 28 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, davlat ishida ishlaydigan, iymonli, insofli va oilaning qadriga yetadigan yigit izlanadi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod, yoshlari 33 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 75 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, bir nafar qiz farzandi bor.
Hozirda Xorazm viloyatida yashaydi. Go'zallik salonida ishlaydi. Ikkinchi ro'zg'orga rozi emas. Farzandi bilan qabul qiladigan jiddiy niyatli inson kerak. Kuyov uchun yosh chegarasi 33 dan 39 yoshgacha. O'qimishli, tarbiyali, mehribon, ayoliga e'tiborli, oilani qadrlaydigan va moddiy ma'naviy ta'minlay oladigan haqiqiy erkak bo'lishi zarur. E'lon jiddiy niyatda berilgan. Salomdan so'ng o'zingiz haqingizda ma'lumot va rasmlar bilan murojaat qiling. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Andijonlik kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 29 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 67 kg. Jiddiy sabab bilan ajrashgan, qisqa muddat yashagan, farzandi yo'q. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. Hozirda Toshkent shahrida davlat ishida faoliyat yuritadi. Asli andijonlik, hozir Toshkentda istiqomat qiladi. Kelin uchun yosh chegarasi 27 yoshgacha. Yaxshi oilaning farzandi, iymonli, oilani qadrlaydigan, o'qigan yoki hozir o'qiyotgan bo'lishi ma'qul. Eng asosiysi andijonlik bo'lishi kerak. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 50 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 73 kg. Oliy ma'lumotli tadbirkor Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Chekmaydi, ichmaydi, Allohdan xabardor. Farzandi yo'q, hech qachon uylanmagan. Rus maktabini bitirgan, ziyoli va bosiq inson. Kelin uchun yosh chegarasi 30 dan 40 yoshgacha. Millati farqi yo'q, lekin farzandsiz bo'lishi kerak. Tabiiy go'zal, farosatli, sadoqatli, uyim joyim deydigan, Toshkentda yashaydigan ayol bo'lishi ma'qul. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 30 da, bo'ylari 177 cm, vaznlari 78 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati qonuniy ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti o'rta, kasbi tadbirkor. Asli andijonlik, hozirda Amerikada yashaydi va faoliyat yuritadi. Kelin uchun yosh chegarasi 20 dan 30 yoshgacha. Allohni taniydigan, oilani qadrlaydigan, erini hurmat qiladigan va jiddiy niyat bilan oila qurishga tayyor bo'lgan qiz izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 30 da, bo'ylari 177 cm, vaznlari 78 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati qonuniy ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti o'rta, kasbi tadbirkor. Asli andijonlik, hozirda Amerikada yashaydi va faoliyat yuritadi. Kelin uchun yosh chegarasi 20 dan 30 yoshgacha. Allohni taniydigan, oilani qadrlaydigan, erini hurmat qiladigan va jiddiy niyat bilan oila qurishga tayyor bo'lgan qiz izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 27 yosh, bo'ylari 175 cm, vaznlari 74 kg. Westminster universitetini tamomlagan, juda tarbiyali, oilaning qadriga yetadigan, mas'uliyatli yigit. Hozirda yaxshi kompaniyada faoliyat yuritadi. Millati o'zbek, oilaviy holati uylanmagan, ma'lumoti oliy. Kasbi finansist. Manzili Toshkent shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 20 yoshdan 23 yoshgacha. Talablar: institutda o'qiyotgan yoki bitirgan, rus tilida bemalol gaplasha oladigan, lekin o'zbekligini yo'qotmagan, tarbiyali va farosatli qiz. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod, yoshlari 24 yosh, bo'ylari 180 cm, vaznlari 80 kg. Samarqandlik, Toshkentda tug'ilib ulg'aygan, rus, ingliz va turk tillarida erkin muloqot qila oladi. Oilaviy holati uylanmagan. Hozirda 3-kurs talabasi. Biznes bilan shug'ullanadi. Tadbirkor. Manzili Toshkent shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 19 dan 22 yoshgacha. Toshkentda yashaydigan, oliy ma'lumotli yoki hozirda o'qiyotgan, odobli va tarbiyali qiz izlanmoqda. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin.